Al jürek var, jürek neki. Assalomu alaykum do'stlar. 403 kiloluk tananing yuragi qanday bo'ladi? Mineki 403 kiloluk tananing yuragi mana shunday bo'ladi. Go'shtni endi kreditga olib olатын bo'ldi. Mineki maqamiz olib o'tiramiz kreditga. Al 403 kiloluk tananing yuragini o'lchab ko'ramiz, necha kilo chiqadi. Hoppa. Necha kilo ko'rsatib turdi? 2 kilo 440 pa? 440. Al do'stlar, bugun Shimbaydagi Savit ajag'amning go'sht shengigini go'sht olib keldim. Savit ajag'am bugun 403 kiloluk tana so'ygan ekan. Mineki 403 kiloluk tananing go'shtini yeyman desangiz, tap o'sha yerga kelaverasiz. Mineki Shimbaydagi osh markazining egasi Alisher ajag'amizda go'sht olib kelib qoldi. Tananing go'shtini o'sha yerdan olaman deb aytibdi ajag'amiz. Al Alisher ajaga bir zat tejib ber. Shu go'shtni kelaversa, sifatli ham zo'r mollar so'yadi. Faqat yeyman desangiz, osh markaziga borib go'shtni palov joyda tasdiq olasiz. Bo'ldi, al Alisher ajag'aning osh markazina boraverasiz. Usul tananing go'shtini palovda pishirib beradi zo'r qilib. Al, sizlarga hozir manzilda ko'rsatib o'tamiz. Al do'stlar, manzilga keladigan bo'lsak, Shimbaydagi Ayjaz Qaraqalpoq darxonasining qarama-qarshi neki go'sht shengigi joylashgan. Agar shashlikka farsh kerak desangiz, mana nomerlar yozib olasiz. Shashlikka tayin farshlarni da istab beraveradi. Al, barchaga usulimiz yetamiz.